Yosh qizaloqlar maktab davridayoq shifokor bo'lishni orzu qilganidek, Nigina Halilova ham sharafli kasbni yoshligidan tanlagan. Toshkent tibbiyot akademiyasi bakalavr bosqichini o'qib yurgan kezlari turmush qurgan Nigina o'zi farzandsizlik sinovini boshidan kechiradi. Shundan so'ng keyingi ordinatura bosqichini ayollar shifokori, ginekolog mutaxassisligini tanlab, farzand ko'rishga to'sqinlik qilayotgan muammolar ustida jiddiy tekshiruvlar olib bora boshlaydi. O'zimga o'xshagan bemorlarga yordam berish maqsadida birlamchi, ikkilamchi bepushtlik bilan qiynalib kelayotgan bemorlarga yordam berish maqsadida ginekologiya sohasi bo'yicha ordinaturaga kirdim, 2 yil o'qidim. Hamda uni bitirganimdan keyin bepushtlikni davolash sohasi reproduktologiyaga qiziqish boshlandi va keyin reproduktologiya yo'nalishi bo'yicha malaka oshirdim. Hamda va shu bugungi kunga kelib mana reproduktolog shifokori bo'lib faoliyat yurityapman. Nigina Halilovaning hayotdagi birinchi yutug'i sevgan kasbini egallagan bo'lsa, ikkinchi yutug'i bemorlarni sog'lom turmush tarziga amal qilgan holda tabiiy usullar bilan davolash desak, yanglishmagan bo'lamiz. O'zi sog'lom ayol kishi yilda bir marta albatta ginekolog shifokoriga murojaat qilib, check-up deymiz, butun check-up topshirib, ko'rikdan o'tib turishi kerak va shunda kasallikni profilaktikasi, ya'ni kasallik bo'lmasdan oldin biza o'shani kasallikni oldini olishga juda yaxshi qaratilgan ishlar qilinsa, ya'ni ayol sog'lom bo'ladi. Ayol kishi sog'lom bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Ayol kishi sog'lom bo'lish uchun avvalambor sog'lom turmush tarziga rioya qilish kerak. Ya'ni bu oddiy shu to'g'ri ovqatlanish, sog'lom turmush tarzini yuritish, ya'ni jismoniy mehnat bilan shug'ullanish, kamida kuniga 10 ming qadam yurish, ko'proq suv ichish, kuniga 2-3 litrcha suv ichish, hamda tashqi muhitlarni faktor, bizni xohlaymizmi, xohlamaymizmi, tashqi muhit faktorlari ham baribir bizga ta'siri bo'ladi. Ya'ni stresslardan yiroqda yurish, e'tibor bermaslik stresslarga, ya'ni tashqi muhitdagi odamlarning gap so'ziga, boshqaga e'tibor bermaslik. Uyqu rejimini ayniqsa yaxshi qilish, vaqtida uxlab, kunlik rejim endi 8 soat uxlash kerak bo'ladi. O'sha 10 da yotib, ertalab 6 da turish hamda shu uyqu rejimiga rioya qilish asosiy o'rinni egallaydi. Akademik To'raqulov nomidagi Respublika ixtisoslashtirilgan endokrinologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi ulug' dargoh. Bu yerda mingga yaqin tib ilmining darg'alari, professorlar, tibbiyot fanlari doktorlari, fan nomzodlaridan tortib hamshiralargacha o'z kasbining fidoyilari xalqimizga beminnat xizmat ko'rsatmoqdalar. Ular orasida shu maskanda bir necha yildan beri bemorlarni davolab kelayotgan ginekolog shifokor Nigina Halilovaning o'z o'rni bor. Uning qabulini so'rab kelgan ayollar ham talaygina. Nigina opa menga, ya'ni o'zimda gormonal fon o'zgarish va hayz siklim buzilishi yuzaga kelgan natijasida va Nigina opaga keldim. Nigina opa tashxisini yaxshi qo'yib, polikistoz tashxisini qo'ydilar va hozirgi kunda davolanish jarayonidaman. Polikistoz tuxumlanlar sindromini tashxisini qo'ygandan keyin Nigina opa meni juda xavotir bo'ldi. Polikistoz tuxumlanlar sindromini bartaraf qilish uchun Nigina opa menga sog'lom turmush tarziga rioya qilishni o'rgatdilar, ko'p suv ichishni va dorilarni kam yozib, organizmimni o'zini tiklashda yordam berdilar. Polikistoz tuxumlanlar sindromini bartaraf qildilar Nigina opa. Ishda ishlaydigan va uy ro'zg'orlarda bolalardan ortmaydigan ayollarga Nigina opa ular bilan ham aloqada bo'lib turadilar. Davolanishni uzmaydilar. Birgalikda shu ayollar bilan kasallikni yengib chiqishga yordam beradilar. Ayollar o'z salomatligini ishonib topshira oladigan shifokor deb bilaman. Bu mehr bilan ish olib boradilar. Bemorlarga jon kuyar, tinim bilmaydilar, ilmiy ishlarni boshlayaptilar. Yangiliklarni o'rganib, yangi davo usullari, diagnostik usullardan foydalanib, ayollarimizga ko'pdan ko'p yordam beryaptilar. Ko'pchilik ayollar shu bepushtlik bilan kelishadi, semizlik yoki qanaqadir endokrinologik muammolari bilan birga.
Shu paytda kelganlarida biz albatta Niginaxon bilan birga bu bemorlarimizni birga olib boramiz. Ular o'zlarini ginekologik yondashuvlarini, endokrinologik yondashuv tarafdan birga davo qilganda samarasi yuqoriroq bo'ladi. Ular juda o'zlariga punktual ishlariga, har bir bemorga individual yondashuv bilan davolanib, to'g'ri muolajalarni tavsiya qiladilar. Bemorlarga jonkuyarligi va shu mehnatsevarligini men yuqori darajada baholayman. Shifokorlik kasbining qanchalik mas'uliyatli ekanligini va o'zgalar dardi bilan yashash kerakligini yaxshi anglagan qahramonimiz bugun o'z faoliyatini muvaffaqiyatli olib bormoqda. Endometrioz, erta tuxumdon yetishmovchiligi muammosi bilan kelgan ayollarda ham yaxshi natijalarga erishmoqda. Uning shiori birorta ham imkoniyatni boy bermaslik. Assalomu alaykum Risolat, yaxshimisiz? Tuzukmisiz? Assalomu alaykum, Nigina opa, yaxshimisiz? Qanaqasiz ahvollaringiz? Rahmat, Xudoga shukr. Ahvollaringiz yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Homiladorlik yaxshi o'tyaptimi? Qiynalib, toksikozlar bo'lib, unaqa qilib bo'lmayaptimi? Rahmat, Xudoga shukr. Yaxshi o'tib ketdi. Qalay bolachalaringiz katta bo'lishyaptimi? Necha haftalik bo'ldinglar? Bolachalar ham yaxshi. Yaxshi. 32 haftalik 32 hafta. O'g'il qizida, ham o'g'il ham qizida. Egizaklar. Egizaklar. Xudo xolasa eson-omon qutulib oling. Rahmat, sizga ham sizni sababchi qilgan xudoyimga ham katta rahmat. Bizlar shu 8 yildan beri befarzandlik bo'yicha yurgan edik. Bo'lmagan joyimiz, rossiyalarga bordik. Uchramagan doktorlarimiz qolmagandi. Shu Niginaqa sababchi bo'lib bu yil natijalarga erishdik. Rahmat Niginaqa, sizga kattakon. Siz sababchi qilgan insonlarga ham rahmat. Tabriklayman, Risolat bo'ldi. Eson-omon bag'ringizga olib oling. Ayollar shifokori bo'lish tibbiyotning boshqa mutaxassisliklariga qaraganda mas'uliyatliroq va nozikroq yo'nalish desak mubolag'a bo'lmaydi. Ayollar sog'lig'i uchun yurtboshimiz tomonidan berilayotgan farmonlar va qarorlar respublikamizda istiqomat qilayotgan ayollarning qanchalik tibbiy va ma'naviy himoyada ekanligini ko'rsatadi. Nigina Mirzayevni men anchadan beri taniyman. Hali endi ordinaturada o'qiyotganlarda ham taniganman. Shunda tanishganmiz. Bu qizimiz hozir mana уже ishlayapti. Bo'ldi, mana klinikada ishlayapti. Endi men shu Nigina Mirzayevnani taniganligim uchun, qanaqa ishlayotganini bilganim uchun bu vrachimizga faqat omad tilayman. Katta yutuqlarga erishsin, to'xtamasin. Chunki hozir mana ilmiy ish bilan ham shug'ullanishmoqchi. Mana shu narsalar ham juda katta rol o'ynaydi. Izlanadi, o'qiydi, ustozlar bilan ishlaydi. Baribir bunaqa odam, men o'ylaymanki, kelajagi porloq bo'ladi. Ko'p narsaga erishishi mumkin. Shunga tilayman, avvalambor sog' salomat bo'lsin. Bemorlarni xuddi shunaqa mehr bilan olib borib, natijaga erishsin, ko'pchilikka yordam bersin bu doktor o'zini bilimlari bilan. Qahramonimizga amaliy tajribalari doirasida ayollarni kompleks davolash, homiladorlikka tayyorlash, farzandlarni sog'lom dunyoga keltirish uchun birgina ginekologiya sohasidagi bilimlari yetishmayotgandek tuyuladi. Shundan so'ng reproduktolog sohasini ham mukammal egallashni maqsad qiladi va malaka oshiradi. Endi yana bir sohaga qadam qo'ygani uchun tinimsiz o'qib izlana boshladi. Bepushtlik bilan kelgan bemorlar ko'riklarida beriladigan savollarning ko'payishi bilan birga ijobiy natijalari ham ko'payib bordi.